Her kuni kechda Alloh subhanahu va taologa ma zamindagilarni g'arq qilib o'tay deb dengiz har kuni kechda Alloh subhanahu va taologa ma zamindagilarni g'arq qilib o'tay deb 3 qatim yolvurdi deydi. Dünyadaki 6 milyardga yaqin inson Allohni yo'q deb tursa, Allohga isyon qilsa, shuncha zulm tursa, nima deb Alloh taolo buni jazolamaydi? Bir zulm bo'lgan vaqtda insonlar ikkiga bo'linadi. Birisi o zulm qarshi qo'ldan keladigan ishlarni qiladi. Umid uzmaydi. Yo'q, bu zulm chuqum tugaydi, zolim chuqum halok bo'ladi degan bir xil ishonch bilan iymonni yo'qotmaydi, qo'ldan keladigan ishlarni zulm qarshi qila olganicha qiladi. Yana birisi وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى. Ey müminler, Allah zalimni ana shunda halok qiladi deydi. Ey Uyg'ur musulmonlar, Allah zalimni ana shunda halok qiladi. Biz o'tgan hafta bilganlaridek Allohning go'zal ismlaridan An-Nasir ismini o'qidik. Va shundaqla Allohning bu An-Nasir ismininki atrofimizda qandoq namoyon bo'lganligi, qandoq aks etganligi, qandoq tajalli bo'lganligini so'zlashgan. Mana ma hafta kep bo'g'icha Allohning bu An-Nasir ismi to'liq shaklda va atrofimizda namoyon bo'lib, Suriya degan davlatdagi bir zolim yiqilib, oz sonliqdagi musulmonlar sodiq bo'lganligi uchun, Alloh taolo degan ishlarni qilganligi uchun va shundaqla Allohning nusrat yordamini talab qiladigan, akiladigan shartlarni hozirlaganligi uchun u yerda Allohningki An-Nasir ismi namoyon bo'ldi degan edik. Endi biz bugun Allohning yana bir go'zal ismini o'qiymiz. U bo'lsa-mu Allohning As-Sabur va Al-Halim degan ismini o'qiymiz. Bilganimizdek biz hammamiz ma hayotga o'zimizning ixtiyorlik bilan kelmadik. Bizni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. O'zimiz tanlamadik nerda tug'ilishni, kimning bolasi bo'lishni, buyimizning qanday bo'lishini, chechimizning rangini deganga o'xshagan bütün tanlashning hech qaysini o'zimiz qilmadik. Demakki biz yaratildik, avatildik degan gap. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shunday yaratib bizga nurg'unlagan rizqlarni berdi. Biz ko'p hollarda o'ylanmaganligimiz uchun, tafakkur qilmaganligimiz uchun buni his qilmaymiz. Biz atdeganda o'rnimizdan turibmanda o'yninki tokni yondiradigan knopkani bosmasak, o'yning toki yonmaydi. O'zimizningki yeydigan tomoqni akib oldimizga akib yemisak, qo'sqimiz to'ymaydi-ku. Demak, hayotda biz ana shu tomoq ehtiyojlik bo'lgandek, o'yning tokini yondirganga o'xshash nurg'un ehtiyojlik bo'lgan narsalar bor bizning hayotda. Lekin hech qaysini biz qilmaymiz. Atdeganda o'rnimizdan turamiz, ma olamning toki yondirilug'liq, ya'ni quyosh chiqadi. Va shundaqla biz tomoqqa qanday ehtiyojlik bo'lsak, shunda ehtiyojlik bo'lgan havo kunda bor. Va shundaqla bizning badanimizning a'zosini hammamiz o'zimizning deb o'ylaymiz. Quluqam deymiz, kuzam deymiz, ig'zimiz deymiz, futam deymiz. Ya'ni mening deymiz. Amaliyotda bizningmi odatda biz o'zimizning bo'lgan narsalar qarta, uning qarta to'liq ma'lumotga ega va shundaqla uning qandoqligini bilamiz. Masalan, men kompyuter mening, kompyuterning sig'imi qanchalik deb so'rasam javob beraman. Manchilik sig'imi, manchilik tez suratda ishlaydi, manchilik binasi qachasam tushab qoladi. Xoliga vaqtda ocha olayman, xoliga vaqt taqiy olayman, hamma ishni qila olayman. Shundaqmi? Men meningki. Shundaqla bir mashinam bor desak, mashina kimning? Meningki. Qancha kilometr mangdi, qancha kilometr mangdi. Xoliga vaqtimda haydiy olayman, xoliga vaqtimda to'xta olayman. Bu meningki. Endi o'ylab boqayli, kuzam deymiz, ig'zimiz deymiz, yurukam deymiz. Mening deymiz-ku, xo'sh undalab qolsin. Mening deymi bo'lsa, yurkimizni bir to'xtatib boqayli xoliga vaqtda. Xoliga vaqtda mangdirib boqayli, kuzimizni xoliga vaqtda bir ko'maydigan qilib boqayli, xoliga vaqtda ko'raydigan qilib boqayli, ig'zimizni xoliga vaqtda gap qiladigan qilib boqayli, xoliga vaqtda gap qilolmaydigan qilib boqayli, etib boqayli, kompyuterni boshqarganchiga boshqarib boqayli. Ma biz o'zimizning devatgan badanimizning a'zolaridagi bizning kuchimiz, hukmronligimiz, igidorchiligimiz, ma qo'limizdagi telefonchilikmi emas. Ma ishxonamiz bizning desak hozir, suxonasi nerda hammani bilamiz. Suxonasi qanday shaklda ishlatamiz, buning ichidagi narsalar qanday shaklda ishlatamiz, hammani bilamiz. Ammo biz o'zimizning degan yurkininki qanday harakat qilganligini bilmaymiz. Tekshirib andan keyin bilamiz. Qinimizning qancha ekanligini bilmaymiz. Qinim deymiz, kuzam deymiz. Va kuzimizning kipininki bir kunda qancha qatim echib gapiradiganligini bilmaymiz. Demak, bu narsa aslida kimninki? Bizning emas. Alloh taolo bizga bergan omonat qilgan a'zolar. Bu bevosita Allohning bizga yaxshilik qilishi bilan, yordam qilishi bilan harakatlanadi. Shunga biz inna lillahi deymiz. Biz Allohning deymiz. Agar bizning degan bo'lsa, bayatning deganga o'xshash, u haqda o'zimiz to'liq tushunchaga bo'lishimiz kerakdi. Demak, bu badanimizdagi kuzimiz olsun, bütün a'zolarimizni Allohning biz qo'ygan bir omonati. Biz faqat uning orqali mohiyatda Alloh taolo bizga tushirgan imtihonlar bor. Shuni bilishni Alloh taolo bizga bergan u bir omonatlar. Biz ana shunda bütün Allohning ilkida, Allohning igidorchiligida, Allohning bütün qilgan yaxshilik ichida turib, Alloh taologa osilik qilamiz, gunoh o'tkazamiz. Alloh taolo har vaqt bizningki kurishimiz uchun ana shunda bizga qudrati bilan kurishdan iborat bir iqtidorni bersa, bu kurish iqtidori bilan biz harom narsalarni ko'ramiz, harom narsalarni anglaymiz, ba'zi vaqtda kufr, harom so'zlarni qilamiz. Ammo Alloh subhanahu va taolo as-sabur, sabrchan bo'lganlik uchun biz shunda xatolashib bo'lguncha yoki xato gap qilib bo'lguncha yoki haromni ko'rib bo'lguncha yoki haromni anglab bo'lguncha quloqimizni amaldan qoldirmaydi. Ko'zimizni ko'maydigan qilib o'tmaydi. Ig'zimizni so'zlamaydigan qilib o'tmaydi. Masalan, o'ylab boqadigan bo'lsak, biz hozir telefonimizni balamizga o'yin olib bersak, balamiz shunda qalaymagan narsa ko'ngil qopsa yoki ziyonli narsa ko'ngil qopsa, darhol uni qanday qilamiz? Ilib olamiz shunda-ku. Chunki kuchimiz yetadi. Allohning har vaqt kuchi yetadi bizga. Ko'z tiqoyliq nurg'un odamning ko'zi ko'maydigan qilib, nurg'un odamning putini bosmaydigan qilib buni ko'z tiqoydi. Ey bandalarim, sizlar ko'mayapsizlar, sizlar tutmayapsizlar. Faqat mening qudratim bilan lam tutyapsizlar deb
buni ba'zi kishilarni meyib qilish orqali, ba'zi kishilarning ko'zini ko'rmas qilish orqali buni ko'rsatib qo'ydi. Bizni ibrat olsin, dars olsin deb. Lekin mohiyatda Alloh subhanahu va taolo Alloh taolo ana shunday har vaqt bizga ne'mat tutib berib turgan narsani xato yo'lga ishlatsakmi, harom yo'lga ishlatsakmi, uni bevosita bizni ilib olmaydi. Sabab nima? Bizning Allohimiz shunday bir sabrchan Allohki, u sabur, sabrchan va shundaqla al-halim, alduronga emas, nayt hilim bo'lgan bir Alloh subhanahu va taolo. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda la ahada asbaru ala adan yasma'uhu min Allohi azza va jalla. Hech bir kishi anglagan aziyatga Allohdan bak sabr qiluvchi emas. Innahu yushraku bih. U Alloh subhanahu va taologa shirk qo'shtirdi. Alloh subhanahu va taolo yakka iloh turib, butun rizqlarni berib tursimi, u rizqini yeb turgan inson, Allohning qudrati bilan kurab turgan inson, Allohning qudrati bilan minib turgan inson Allohga shirk qo'shadi. Va ki Allohni inkor qiladi. Va ki Allohning boyoq ishkanligida ishkinadi taqa. Alloh bergan rizqni yeb turib, Allohning qudrati bilan minib turib, hatto Alloh bergan tildan gaqib turib, Allohga isyon qiladi, Allohga shirk qo'shadi. Va yuj'alu lahul walad. Ba'zilar Allohga bola nisbat beradi. Allohning bolasi bor deydi. Summa yu'afihim va yarzuquhum. Ana shundaq Allohga shirk qo'shab tursimi? Ana shundaq Allohning bolasi bor deb tursimi xristianlarga o'xshash? Ana shundaq bizlarga o'xshash Alloh subhanahu va taologa ba'zi gunohlarni qilish orqali isyon qilib tursimi? Alloh subhanahu va taolo ularga shifolik beradi va ularga rizq beradi. Biz davolanamiz, do'raymiz deymiz ya, u faqat bir sabab. Do'ri yeyishimiz mumkin, ammo saqaymaslik mumkin. Hatto qo'limizda bir narsa kelsa, tinib qo'yamiz. Doktorim deydi, saqlang deydi. Nima uchun mashinaning birini so'qib olsa, minutga akirib bilan o'ngishtirib, achiqlab minalaymiz. Nima uchun qo'limizni o'ngishtirib bilan ishqa solmaymiz? Nima uchun? Chunki u yerda bir sabab qilindi, ammo uning ustiga keladigan shifolik Allohdan keladi. Uni doktormi saqlaydi, bizmi saqlaymiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga ana shundaq yuafihim shifolik berib turadi. Xato ish qilsaqmi, xato gap qilsaqmi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo as-sabur va al-halim bo'lganligi uchun. Biz yeb ich emas, badanimizning a'zolari emas, mushu ziminda o'ylab baqadigan bo'lsak, hozir 8 milliardga yaqin inson bor. Bu 8 milliardga yaqin insonningki 6 milliard inson kafir, ateist, mushrik va shunga o'xshagan. O'ylab baqinglar. Allohning yer sharida yashab turib, Allohning quyoshida isinib turib, Allohning havosini tinib turib, yana 6 milliard inson Allohga isyon qiladi. Ana shundaq turib, Alloh subhanahu va taolo halim bo'lganligi uchun bu ziminni yana tutib turadi. Pat-pat bizni ogohlantirish uchun, pat-pat dunyoga olinib kelmasligimiz uchun, pat-pat bizni eskartib qo'yish uchun, yer tarbiyash va shunga o'xshash insonning irodasining sirtida bo'lgan ba'zi ishlarni qilish orqali bizni ogohlantirib beradi. Ammo Alloh subhanahu va taolo osmon va zaminni bizning xotirjam yashashimiz uchun, ana shu 6 milliard butun kofir, mushrik insonlarning xotirjam yashashi uchun tutib turadi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda innalloha yumsiku samawati wal arda an tazula. Alloh subhanahu va taolo osmon va zaminni tushib ketishdan tutib turadi. Siz yer sharining rasmini qo'yib qo'ytorda. Bo'shliqda yer shari. Boshqa qapaqalar mana qo'yib basam tushib ketadi hozir. Yer shari nima tushib ketmay tutib turadi? Kim uni tutib turadigan qonuniyatlarni qo'ygan? Men deb aytadi Alloh taolo. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Agar ular tushib ketsa, ya'ni Alloh taolo ularni qo'yvatsa, ularni hech ahad, ya'ni hech bir kishi to'xtatib tura olmaydi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo qo'yvatmaydi? Ana shunda 6 milliardga yaqin inson kafir tursa, Allohni yo'q deb tursa, Allohning zaminida yashab turib, Allohning rizqini yeb turib, Allohga shirk qo'shsa, nima uchun tutib turadi? Innahu kana haliman g'afura. Chunki Alloh hilim. Chunki Alloh sabrchan. Faqat va faqat bizga rahmat